Assalomu alaykum, O'zbekiston hamkorlari. Men bugun ismim Baxtiyorjon Sultanov, Oltinsheri 3 yulduz. Men bugun ajoyib nomer 1 mahsulot, yangi mahsulot haqida gapirib bermoqchiman. Bu mahsulotni men O'zbekiston bozoriga 3 yil kirib kelishini kutdim. 3 yil kutdim. Qachon keladi deb Xudoga shukr 1 oy bo'ldi kirib kelganiga. Endi tish pastasi haqida gapirib bersam. Bu men Xitoyga borgan paytda 7 marta, Indoneziya boshqa davlatlarga borgan paytda bu pastani Xitoy aholisi 10 mingta muammoni, 10 mingta problemani yecha turgan pasta deb hisoblashadi. Birinchi problema hammamizda mesela bilsangiz kerak, tishning mulklarida qon ketishi bo'ladi. Hamma ukollarni qiladi, bu qiladi, lekin qon ketadi. U paytda bu pasta bilan qo'llangan paytda bir haftada 80-90% gacha nima qon to'xtaydi. Bu вообще dahshat natija, потому что bende to'ltira juda ko'p natija bor именно qonning to'xtashiga. Ikkinchi problema, bilsangiz kerak, sigaret chekkanlardan ichkari tomonda qora daqlar foyda bo'ladi. U daqlarni konkretno ketiradi. Oddiy pastada ketmaydi. Men uni tekshirib ko'rganmiz, hamma problemani konkretno ichki daqlarni, prям sigaretdan qolgan daqlarning hammasini chiqarib berganga bu pasta juda foydali. Yana üçüncü manga yoqqani, ana tishning anaqalarında, pastalardan nima bo'ladi? Kamen, taşlar toplanadi. Lekin men har 6 oyda bir marta borganda stomatologim sende вообще taş yo'q deydi-da. Вообще taş yo'q. Ot necha yil sen menga kelesing, 6 oyda bir marta boraman, lekin bironta taş yo'q Baxtiyor deb hayron qoladi-da. Chunki men pastayna bu pastani qo'llanaman. O'zingiz ham tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Polniy tashlarni chiqishni boshlaydi. Plus 4-chi hid. Men manga yoqqani ovqatni oldin ham tishni yuvib turib, mesela ovqat yesang ham u hid, bu tish pastaning hidi juda ko'p uzoqqa saqlanib turadi. Chunki ba'zi katta odamlar bilan gaplashsam ham hid chiqib, bunaqada men xijolat bo'laman-da. Endi katta insonlar lekin hid chiqadi. U problemani ham bu yechib beradi. Keyingi problema agar bo'ladi, ana angina hammamizda anginamiz tushib qolibdir, u bu deb istimo berib, u paytda tilning ostiga ozgina olib turib qo'yib qo'ysangiz, prям вот tomoqni bir kunda polni ochib, вообще ertasi kuni angina hammasini unutasizlar. Menda уже tekshirilgan. Yana ham bo'ladi kichkina bolalarda qurtlar, jijelar bor, problemalar unaqani ertalabdan ochqarınga ozginadan nima yedirib qo'ysa ham вообще dahshat. Menda ko'p natija, undan ham konkretno natija olganlar bor. Plus kosmetik ham qo'llanishadi. Betlarida, yuzlarida nimalar bor? Yuzlarida ana ugri, yana har xil muammolarda ham konkretno yechadi. Ozgina yuqa sloyda qilib kosmetik maska qilishadi. Hozir endi qaranglar, hammangizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Bu hozir endi Green Life Family полностью. Undan keyin oddiy nima? Colgate kuchida har bitta magazinlarda ham juda ko'p sotiladi. Полностью bu. И plus endi tenshini ham olmoqchiman. Tenshining anaqasini, pastasini ko'rsatmoqchimiz hozir. Ketdik endi. Nima uchun? Hozir men gapim 100% tabiiy. 100% tabiiy. Ketdik. Можете посмотреть сюда. Endi qaranglar, men gapirdim-ku, 100% tabiiy deb. Menga qaranglar, tensh pastasining anaqa singirilganini ko'ryapsizlar. Hozir yana vaqt o'tganda полностью yo'q bo'lib ketadi. Buni nima degani? Organizm tirik jon. И самое главное, 100% tabiiy mahsulot demak tirik jon полностью singirilib ketyapti. Agar ximikat bo'lsa, organizm qabul etmasdan nima daqlar ham qolib ketardi-da. Men bu pastani qaranglar, bu pastalarda yomon demayapman. Prosta bu yoqda ximikatlar borligi uchun полностью singirilmaydi. Bu bilan tishni yuvgan paytda tishning emallari ketib, yana ham karies, emallari ketib, yana ham muammo paydo bo'ladi-da. Bu bir. Bo'lib ham kichkina choqaloqlar, kichkina bolalar
yutub alsa ham bu zarar degeni da. Bu pastani даже içte ciccalar bulsa ham, azgina yutib alsa ham 100% tabiiy muammo yo'q. Самое главное, kichkina baldar bunu yegen paytda вообще zararlı da, xavfli da, потому что химикаттар kiryapti organizmga degani. Bu pastani qaranglar, polностью singib ketdi. Nima degani? 100% tabiiy bo'lib ham bu yeb alsa ham, kichkina baldar yutib alsa ham вообще zarari yo'q degani. Самое главное, manga yoqqani kosmetический средствоны qo'llanyapmiz-ku. Ana baratganda mesela tam ko'chada qulab ketding, anaqa sinyak ko'korishlar paydo bo'ladi, ko'korib qolgan joylarga ham suyqasang, bir kun, 2 kunda ajoktorga ham вообще dahshat natija, ajoktorga super natija, plus bo'lib ham ko'korganlar joylarga ham nima, buni ko'proq qo'llanadi. Uning uchun men sizlarga nima demoqchiman? Shu pastani tavsiya etaman. Chunki 10 mingta muammoni yechib bergan bitta pasta hisoblanadi.